eksklyuziv sizlar uchun faqat. Nexia 1 haydaganda nimasiga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak, nima qilsa bachkana bo'lib qolmaydi. Bu mashinaga hech narsa kerak emas. Mana shu turishi oq bo'lsa oq, qora bo'lsa qora bamper, bitta chiroyli nomer, krugovoy tonirovka, bitta yaxshi polirovka, keramika, balonlar постоянно qop-qora turishi kerak. Antenasi bo'lsa, обязательно ishlash kerak, avtomat tushib chiqish kerak. Orqa original stop, nasadkasi radnoy o'ziniki bo'lishi kerak, panelli. Mana ustki qismida boshqa hech narsa kerak emas. Bu mashinaga qolgan narsalar ortiqchalik qiladi. Menimcha shuni o'zi bilan bitdi. Boshqa narsasi yo'q. Saloniga keladigan, aytgancha, faralari radnoy bo'lishi kerak. Zavod holatda tumankasi, farasi, oblisovkasi. Ichiga kelamiz. Agar jelatinni spiralli laboy yoki qoraytirgan laboy qilish kerak yoki 30 talik takoy tortib olish kerak. Saloniga kelamiz. Salonida ham hech narsa kerak emas ortiqcha. Ja qo'yaman desangiz, Deo emblemali Lacetti rul 919 Carizero, yaxshi kolonkali, antiradar, tabga ko'ra deydi-yu. Обязательно Gentra 3-paysi sidenasi bari bilan birga. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Oldiga ham, orqasiga ham. Afshikalar radnoy o'ziniki. Gentra sidenaga moslab, Gentra material. Polikli yoki gilamli yoki evakor sidenaga tushadigan. Menimcha bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikringlar qanaqa? Mana shu holati yaxshimi yoki bunga yana bir narsalar qilsa bo'ladimi? Shu kommentariyaga yozib ketsanglar, xudo xolasa, shunga qarab ish qilinadi. Meni idealimdagi mashina xuddi shu bo'ladi. Bundan ortiqchasini xohlamayman va boshqa narsa kerak ham emas. Fikringlar qiziq. Nima kamlik qiladi, nima ko'plik qilyapti. Shuni yozib ketsanglar, xudo xolasa, shunga qarab ish qilamiz. Mashinamning obzorini ko'pchilik kutgan edi. Bu mana tayyor. Bundan boshqa hech narsa qilmaganman. Konsertlari bor, super salon. Epika tormoz qilingan, выхлопный sistemasi o'sha pavuq qo'yilgan, primatochniy qilingan bo'ldi. Epika tormoz, 14 diska balon, 185 ga 65 14. Original kalpak, qolgan hamma narsasi o'zini originali. Mani mashinamni bildirib turadigan yagona narsasi bu yonidagi hafta legendasi bo'ladi. Ushbu nakleykadan bor, kerak deb yozsanglar, sizlarga yetkazib beramiz yoki o'zingizlar kelsanglar, yopishtirib beramiz. Xullas, mana tayyor, anchadan beri so'rovdinglar, mashinangizni obzor qilib bering deb, ana shu mashina meniki bo'ladi.